Telba ayol muhabbati. Hammaga ham darvozani ochaveradigan darvozabon eng yomon posbondir. Zulayho Masharipova. O'qigan kitobimiz bosh suyagimizga urilgan zarba kabi bizni larzaga keltirmasa, nega uni o'qishimiz kerak? Bir qancha detektiv va sarguzasht qissalar, hikoyalar muallifi Zulayho Masharipovaning qalblarni larzaga soluvchi ushbu kitobini o'qir ekanmiz, beixtiyor Kafkaning yuqoridagi so'zlarini yodga olamiz. Tom ma'noda kitobdagi qissa va hikoyalar kitobxonni vatanga, ota-onaga, jigarlariga, atrofdagilarga bo'lgan mehr-oqibat haqida jiddiy o'ylab ko'rishga majbur etadi. Shu bilan birga asr vabosi, giyohvandlikning o'lim bilan tugaydigan oqibatlari, qora dori, oldi-sottisidan jabr ko'rayotgan begunoh insonlar hayoti, jinoyatchilikka qarshi kurashdagi huquq-tartibot idoralari xodimlarining mashaqqatli mehnatlari ko'z oldimizda namoyon bo'ladi.